To'g'risida hududidan bitta 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Asosiy kirish qismimiz prixoja shkaflar qilingan. Siz ekranga bitta like va podpiska bossangiz esdan chiqmasin. Xo'p, biz videoni boshladik. Uyimiz polniy atachenta bo'lgan. 6 qavatlik novostroykamiz 5-qavatida 70 kvadrat bo'lyapti, balkoni bilan. Ikki tomonlama shkaf qilingan. O'ng qo'limizda bitta katalab joyli yotoqxona, barcha udobsalar qilingan. Sanuzellar alohida hojatxona, alohida dushlik bo'lyapti. Chiroyli kafelar bilan nima qilingan. Va mana bu yerda yana bitta yotoqxonamiz bo'lyapti. Bu yerda ham barcha divan, ortopedический matraslar, shkaflar qilingan. Plus balkon. Balkonchasi yopib olganlar. Isitish tizimi двухмоторный котел, chopli pol bo'lyapti. Studiyniy 3 xona. Mana bu yerda mehmonxonamiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, barcha qulayliklar bor. Faqat kelib yashash kerak. Bu yerda esa oshxonamiz bo'lyapti. Barcha texnikalar qo'yilgan. Полностью mana холодильник, gaz, vitishka, tagida vitishka. Bu yerda moyka bo'lyapti. Samarqand shahar Shoto'rusavila ko'chasi Texnogazolga yaqin bo'lgan bu 3 xonali uyimiz. 6 qavatli novostroykani 5-qavatda, lifti yo'q. Kadastr hujjatlari bor, faqat naqd pulga narxini 63 ming deyapmiz. Yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqa chiqsangiz, narxini chiroyli qilib olib beramiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun ekranga bitta like va podpiska bosib esdan chiqmasin. E'tiborchi rahmat, xayr, salomat bo'ling.